Savolni eshitinglar. Bozorda go'shtning narxi 80 ming so'm edi. Narx-navo oshganligi sababli go'shtning narxi dastlab 20% ga, so'ng yangi narx 30% ga oshdi. Savol: hozir go'shtning narxi necha so'm? Topinglar. Keyingi safar 30% ga oshdi. Jim. Butun ko'rinishda bo'lsa ham mayli. Hech pul ekan. 124.800 so'm Azbek. To'g'ri. Qani Zulayxa? Yo'q, bunday emas. Kim to'g'ri ishladi? Azbek. O'tirganlardan ishlaganlar.